Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo Ulug'bek rayon Akademik rajonida joylashgan 207 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 360 kvadratni tashkil qiladi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podval birinchi va ikkinchi qavat. Hozir oxirgi etaplar ketyapti. Uborkani holdagi narsalarga ahamiyat bermaysizlar degan umiddamiz. Hol tarafdan shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat ko'tarilgan. Darvozaxonadan ikkita mashina sig'adiganlik joyi bor va hovliga kirganimizda chap tarafimizda navesi tegida yozgi oshxona joylashgan. Imoratgacha bo'lgan masofada chap taraf va o'ng tarafda yashil hudud uchun joylari ajratilgan. Endi uy ichiga kiramiz, planirovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Imoratga kirganimizda chap tarafimizda hol qismi bor. Bu joyda prixojniy shkaflari yasatilgan. Ozgina ishlari bor, mebelchilar oxirgi ishini bitiryapti. O'ng tarafimizda oshxona joylashgan. Kuxonniy garniturlar yasatilgan. Mana shunaqa ko'rinishdagi oshxona, kuxniy stolovi. To'g'rida zal joylashgan va chap tarafimizda birinchi qavat uchun umumiy sanuzel bor. Ko'rsatib o'tgan joyimizda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Zalga kirib kelamiz. Kattagina zallar razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning razmeri 5 ga 4. Demak, birinchi qavatda hol oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va birinchi qavat uchun umumiy sanuzel bo'ldi. Imoratning ikkinchi qavatiga ko'tarib boramiz. Imoratning ikkinchi qavatida 4 ta yotoqxona joylashgan. 2 ta sanuzeldan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan. Ikkinchi qavatga ko'tarildik. To'g'rida ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel, uni oldida bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. O'ng tarafida ham yotoqxona joylashgan va ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Zalning tepa qismi bo'ldi. Shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Bu joydan balkon qismiga chiqiladi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Razmeri 4 ga 4. Bu xonaning ro'parasidagi yotoqxona ko'rsatgan xonamizdan ozgina kichkinaroq, 4 ga 3,5 razmerda. Ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel ko'rinishi. Va ikkinchi qavatda joylashgan 4-chi yotoqxona. Bu xonaning razmeri 5 ga 4. Ikkinchi qavatda 4 ta yotoqxona va 2 ta sanuzel bo'ldi. Endi imoratda podval qismiga tushamiz. Imoratda podval qismida yaqinda katta bitta xonadan tashqari yana 2 ta xona joylashgan. Bittasi kotelnik uchun mo'ljallangan va bittasi dam olish uchun, ya'ni kichikroq bitta xona ajratilgan. Kotelnikning ko'rinishi bu joyda qator ketgan nasoslar, расширительный bak, suv uchun bo'ldi, dukonturniy kotel, alohida fortishkasi bor. Bu joyi Damashnik kinoteatri uchun ajratsanglar bo'ladi. Rozetka bilan antennalar tushirilgan. Va 4 ga 3,5 razmerda yana bitta xona joylashgan. Bu ko'rsatgan uyimiz Mirzo Ulug'bek rayoni Akademik rajonida joylashgan 207 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat, xonalarning soni 6 ta bo'ldi va bitta hol qismi bor. Bu uy narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99 856 780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.